Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. 2026-yil 8-avgust tomga penalambas quyish jarayoni. Navbatdagi manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston shahar Do'stlik qo'rg'oni. 80 kvadratlik tomimizni izolyatsiya qilish jarayonidamiz. 7 pils holatiga gaplashilgan. Loydan afzalliklari yengil utuplik izolyatsiya, qishda issiq, yozda salqin bo'lishi, sarmiklarning yorilmasligi, yonmasligi. Mahsulotda ekonom qilinmagan holatda ishlab chiqarilayotgan penobloklar ham mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi Ibrat mahallasi Oqoldin ko'chasi. Loydan afzalliklari yengil utuplik izolyatsiya. Qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Hozir quyilgan holat ustida bemalol yursa bo'ladi, yuk ko'taradi. Bo'lmaydi, yorilib ketadi deganlar uchun. Kanalga yangi bo'lsangiz, buradan like va obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Dehqonobod penoblok sizga eng sifatlisini tavsiya qiladi. 2026-yil 8-avgust tomga penalambas quyish jarayoni.